Vijdoni yaxshigina qiynaladi. Men uning vaqtinchalik o'yinchog'iman. Ayolidan ajrashib, oilasi buziladi, menga keladi. Va biz birga oila bo'lib yashaymiz. Birovning buzilgan uyi, buzilgan ini ustida siz o'zingizni, uyingizni, iningizni qura olmaysiz. Qizlar, bo'lmaydi bunaqa. U yerda siz baxtli bo'la olmaysiz. Baxtli bo'lgan taqdiringizda ham bir muddat bo'ladi. Ana undan keyin albatta sinovlar boshlanadi. Chunki vijdon degan tushuncha bor. Va vijdon har birimizning ichimizda bor. Ana o'sha vijdon, men uni yo'q desak, men vijdonim qiynalmayapti desak ham, aslida juda ham qiynaladi. Mana shu ikkinchi xotinlarning vijdoni yaxshigina qiynaladi. Bilasizmi nima uchun? Avvalambor o'ziga rahmi keladi. Bilib turibdiki, bu erkak hech qachon ayolidan bunga kelmaydi. Hech qachon bu erkakka u ayoliday bir xil da'vogarlik qila olmaydi. Biladi buni. Chunki u ayol, uni privilegiyasi katta. Bo'ldi. Shu faktni oxir-oqibat biladiki, men uning vaqtinchalik o'yinchog'iman. Qachon joniga tegsa, o'shanda tashlab yuboradi, osongina, xuddi qanaqa nikoh yo'gan bo'lsa, xuddi shunaqa 3 taloq deydi, idarchi ketadi. Ayol hech narsa buni qila olmaydi, hech narsa qila olmaydi. Dod sotsa ham